يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzға sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar nemi üçün arqada qaldı? Aldınqı dərsdə nemi üçün arqada qaldıq degan temada azraq toxtalğan edik. Bu dərsdə bolsa orqada qilishimizning sababi haqida qisqacha shaxsiy ko'z qarashimni bayon qilib o'taman. Bu faqat mening ko'z qarashim. Shunga fikr tanqidlar va izohatlarni hatto butunlay o'zgartirishni har zaman qabul qiladi. Chunki bu mening tafakkur mahsulim. Bizning orqada qilishimizdagi asosiy sabablarni tuvandagi 3 sabab deb qarayman. Birinchi sabab İdeada orqada qilish. Amaliyotda bu barliq sabablarning asosiy hisoblanadi. Chunki idea tasavvurni shakllantirdi, tasavvur mustaqil qaror qilishga elib boradi. Qaror qilish natijasida so'z harakat maydoniga keladi. Islom dini beg'ubar bir din bo'lib, bizga saf holatda yetib keldi. Alloh dinni o'zgartirishlardan muhofazat qilib berdi. Ammo yanala ba'zi olimlarning diniy tushunchasi to'g'ri bo'lmadi. Bu nuqtani to'nib yetish uchun Allohning tuvandagi so'zini tafakkur qilib beqinglar. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Allah işçilərdəki iman etqan və yaxşı əməllərini qılğan kişilərə ulardan burun ötkənlərini zimində hökmran qılğandək, ularnımı çoxum hökmran qilishni, ular üçün tanlagan dinni çoxum müstəhkəm qılıb birishni vəd qıldı. Müstəhkəmlik bolsa, orqada qilishning dəl əksi. Biz müstəhkəm bolğanda insaniyyətə hökmran bola alaymiz. Allah bizga ziminda xalifa bo'lganligimizni va mustahkam qildiganligini va'da qildi. Bu yerda bizga nimani mustahkam qilib berishni va'da qildi? Val yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum. Ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va'da qildi. Allah mustahkam qilib berishni va'da qilgan bu din qimmat qarash va fikrlarida orqada qolgan olimlar tanlab bergan saxta din bo'lmasdan balki haqiqat, dalil isbot, to'g'ri yo'l va ummatning manfaatini muhim bilish qatorliq o'zgarmas prinsiplari bo'lgan erkin fikrlik haqqoniyatchi olimlar bayon qilgan va Alloh tanlab bergan dindir. Bu xildagi olimlar asla hukmdorlarning maosh badaliga yashamaydi. Mana mushu olimlar agishga eng loyiq kishilardir. Din nomi bilan hukmdorlarga taslim bo'lishni o'rgatadigan, ummatni olg'a siljitmaydigan va yana din nomi bilan hamma narsani harom qiladigan hokimiyat mo'llalariga hargiz agashmaslik kerak. Alloh taolo harom qilgan narsalarni bizga tafsiliy bayon qilib berdi. Ular bo'lsa Allohning bayon qilganlariga boshqa narsalarni qo'shib, halolni harom qilib, natijada hamma narsani haromga chiqardi. Hatto turmushdagi tabiiy mubah ishlarni haromga chiqardi. Va oradan 4 kun o'tmay, yana hukmdorlarning boshqa bir farmon chiqarishi bilanla ularning harom qilganlari halol bo'lib qoladi. Bu qandaqmi bir din bo'lsin? Mana
Bularning hammasi diniy tushunchadagi xatolikdan kelib chiqqan. İkinci sebep, ümmetni fikir jihatdan yükseldirmey, orqada qo'yayotgan bir qism olimlar va ular qo'llayotgan zolim, xoin, fasiq rahbarlar sababdir. Chunki ular o'zlarining va yaqinlarining manfaatidan boshqani o'ylamaydi. Ular xalq ichidan faqat o'zlarining nohaq qilmishini qo'llaydigan kishilarga va nohaq qilmishini chiroyli ko'rsatadigan olimlarga manfaatlanish fursatini berdi. Shunga ummatning orqada qolishining asosiy sabablarining biri mana bu turdagi rahbarlarning qilmishlaridir. Üçüncü sebep, dunyoni yaxshi ko'rib o'limdan qo'rqish. Mana bu texi eng asosiy sebepdir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda mundaq degan: Pat arada boshqa qavmlar sizlarni qochidagi tomoqni yegandek yeb etishi mumkin. Sahobalardan biri: "Ey Rasululloh, sanimiz az bo'lganligidan shunday bo'lamdi?" deganda Rasululloh: "Yo'q. U chaqda sizlarning soninglar ko'p bo'ladi. Lekin sizlarning xuddi kelkunning ko'pkiga o'xshash vazninglar bo'lmaydi. Allah dushmaninglarning qalbidan sizlarning hayvatinglarni ko'tarib o'tadi. Sizlarning qalbinglarga ojizlikni tashlaydi" degan. Sahobalar: "Ojizlik degan nima?" deb so'raganida Rasululloh ojizlik degan dunyoni yaxshi ko'rish va o'limdan qo'rqish deb javob bergan. İnsanlar dunyoni hammadan muhim bilib o'limdan qo'rqsa va tinchlikni a'lo bilsa, botilga bo'ysunib xorliqqa rozi bo'lsa, shu vaqtda orqada qoladi. Shu vaqtda bizni zolim, fasiq hukmronlar va ularning mo'llilari boshqardi. Ammo bularning qilmishlarining natijasi moddiy jihatdagi orqada qolish. Lekin xalqning nodonligi va zolimga taslim bo'lishi bo'lsa, orqada qolishning asosiy sababidir. Oxirida Allah Taaladan bu turdagi kishilardan bo'lib qolmasligimizni so'raymiz. واختم بخير عملك لبيك إن الملك لا